Assalomu alaykum, Avaz aka. G'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida fikrlaringiz? Va alaykum assalom. O'yin haqida fikrim zo'r bo'ldi o'yin. Pole juda dahshat, bunaqa poleda o'ynash hammaga nasib qilsin. Endi Xudo xolasa o'yin haqida gapiradigan bo'lsam, boshida biza golni tez urganligimiz uchun bizada jilani yanada oshib ketdi. O'shani hisobiga ham yirik g'alaba bo'ldi deb o'ylayman. Endi avvalambor bu Allohning qadari. Bizga nasib qildi. Alhamdulillah. Endi bu yog'iga finalga tayyorgarlik qilamiz. Xudo xolasa shunaqa kelsanglar yoki prямой efirimizni kuzatsanglar, yanada o'sha ko'pchilik bo'lib kelsanglar, bizga yanada bu kuch bo'ladi. Xudo xolasa sizlarni hammanglarni finalda kutamiz. Hammamiz guvoh bo'lyapmiz. Hamma o'yinlarda gol uryapsiz va keyingi o'yin, mana final o'yin legendalarga qarshi bo'ladi va bu final o'yin haqida o'z fikrlaringizni, imkoniyatlaringizni ko'rsatasiz. Albatta bu final o'yinida bu menga gol urishlik yoki bir qochib ketishlik qiyin bo'ladi. Nimaga? Chunki baribir professional raqibimiz professional darajada legendalarga qarshi men u legendalarni faqat televizor orqasida ko'rganman, to'g'risini aytganimda. Men hali ularga nisbatan yoshman, harakat qilib ko'raman. Allohning izni bilan agar qadarimga yozilgan bo'lsa, gol ham uraman, Xudo xolasa harakat qilaman. Rahmat, kattakon fikrlaringiz uchun.